Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugungi videoda sizlar bilan Dilasa Legend kanali. Bugungi videoda mana bu Classic Player'ni olib, 4 dan 1 qismini full ko'rinishga kelamiz. Bizda kuchaytirgichlar bor. 5 ta komon hamda bitta rar. Demak, boshladik qani. Bismillah. Xo'sh, bizga Matius ham bo'ladi. Pires aniq. Demak, Fransiyalik chap qanot yarim himoyachi tushdi. Undan 6 ta 100 chiqarsa bo'lar ekan. Demak, boshladik. Yaxshi. Stamina, shot. Xo'sh, ikkita kuchaytirgich qoldi. Ajoyib ko'rinishda ketyapti demak. Bo'ldi. Bizda kuchaytirgichlar tugadi. 6 ta 100 chiqarsa bo'ladi demak, bemalol. Hammaga rahmat. Aytgancha mana bu yerdan qanday qilib olish mumkinligini o'rgatib o'taman sizlarga. Mana bunaqa rardan ko'proq bosib, yig'ilib ketgan bo'lsa, komondan ham bosib tashlarsanglar, o'zi yig'ilib ketaveradi. Xo'sh, demak, hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.